28-aprel 2026 Boyistonda qir dalalarda do'stlar 100% to'liq do'stlar bahor giloslar pishib yetildi. Yaxshilab e'tibor bering kalibriga buni do'stlar. 26+ eksportga ketaveradi Rossiya, Yevropa, любой davlatlarga do'stlar. Mana 30 gacha kalibri. Eng muhimi do'stlar bu giloslarning shirinmi, sahri balandmi deganlarga sahrini o'lchab ko'rsatamiz, xudo olasa. Hamiddan eng qorasini olamiz do'stlar, eng shirini. Bu shirin gilos sababi o'zimizning eski navlardan. Bismillah. Yaxshilab e'tibor bering, ko'rsating mana. Startni bosamiz. 19.4 sahr. Bu juda ham ideal shakar miqdori. Yangi sortlari hali do'stlar. Endi video davomida yangi nav Giant Red, Suytariana, Germadorskiy, Lapenskiy navlarini do'stlar hammasini sahr miqdorini tekshirib beramiz sizga. Siz imkon boricha kalibri yirik, sahri baland bo'lgan gilos navlarini ekinglar. Sababi do'stlar, bundan keyin raqobatchi ko'p bo'ladi. Shuning uchun eng shirin, eng kalibri yirik ser hosili bo'lish kerak. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosib qo'ying. Gilos bog'dan bog' tashkil qilaman degan akalar, quyidagi nomerlarga telefon qiling. Agronomlarimiz sizlar bilan obzorni bog'lanadi. Borib yerlarini, joylarini ko'rib, giloslarni tanlab beramiz. Videomizga like bosishdan chiqmasdan akalar.